Endi mamlakatimiz sportining yana bir tarixiy g'alabasiga o'tamiz. So'nggi ma'lumotlarni aytadigan bo'lsak, Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida o'tkazilgan 2025-yilgi yoshlar Para Osiyo o'yinlarida vakillarimiz umumjamoa reytingida birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Qit'amizning 35 davlatidan 1312 nafar para atletlar bahs olib borgan musobaqa yakunlariga ko'ra, sportchilarimiz jami 197 ta medalni qo'lga kiritgan. Shundan 99 tasi oltin, 57 tasi kumush va 41 tasi bronza. Ayniqsa para suzish bo'yicha terma jamoa sportchilari jami 59 ta medal, jumladan 36 ta oltin medalni egasiga aylanishdi. Bugun Toshkentga g'olib para atletlarimizni tantanali kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Nafar para sportchi, 197 ta medal jamg'armasi, 99 ta oltin, 57 ta kumush, 41 ta bronza. Bu real natijalar O'zbek sporti tarixida yangi sahifa ochdi. O'zbekiston delegatsiyasi Dubay shahri mezbonligida o'tkazilgan 5-yoshlar para Osiyo o'yinlarida birinchi o'rinni egalladi. 62 ta oltin medal bilan Eron Respublikasi ikkinchi o'rinni, 40 ta oltin medal bilan Yapon atletlari 3-o'rinni qayd etdi. Yilda Bahrayndagi musobaqalarda ishtirokchilar soni 10 nafarga ham yetmagan. Medallar ham shunga mos. Oradan 4 yil o'tib, bu yilgi o'yinlarda 47 nafar para sportchilarimiz oliy natija qayd etib, 198 ta medalni qo'lga kiritdi. Ha, bu natijalar davlatimiz rahbarining mamlakatimizda paralimpiya sport turlarini rivojlantirish borasida amalga oshirgan keng ko'lamli islohotlari samarasi. Xususan, mamlakatimiz yetakchisi tomonidan bu borada eng avvalo huquqiy va tashkiliy asoslar mustahkamlandi. Paralimpiya sportini rivojlantirishga qaratilgan farmon va qarorlar qabul qilinib, sport maktablari, ixtisoslashtirilgan markazlar hamda Milliy paralimpiya qo'mitasi faoliyati tizimli yo'lga qo'yildi. Bu orqali nogironligi bo'lgan sportchilarni saralash, tayyorlash va xalqaro musobaqalarga olib chiqishning aniq mexanizmlari belgilandi. Moddiy texnik baza ham tubdan yaxshilandi. Hududlarda zamonaviy sport inshootlari barpo etilib, ular maxsus moslamalar bilan jihozlanmoqda. Para sportchilarimiz uchun barcha inventarlar yetkazib berilishi, shuningdek, mashg'ulotlar uchun qulay sharoitlar yaratilishi paralimpiya sportining ommalashishiga katta turtki bo'ldi. Prezidentimiz har gal sportchilar bilan uchrashganda ularga nafaqat samimiy e'tibor, balki ulkan shijoat va ishonch bag'ishlaydi. Davlat rahbarining iliq so'zlari sportchilarning mehnati va mashaqqatini yuksak qadrlashi, ularga yangi marralar sari intilish, o'z kuchiga yanada mustahkam ishonch bilan qarash ruhini beradi. Bunday uchrashuvlar para sportchilar uchun katta rag'bat bo'lib, yurt sha'ni va bayrog'ini xalqaro maydonlarda baland ko'tarishga undaydi. Ochiq aytish kerak, bunday jasorat hammani qo'ldan ham kelmaydi. O'z oldingizga qo'ygan maqsadga erishish yo'lida sizlarning boshqalarga qaraganda 10 marta, balki 100 marta ko'proq mehnat qilishingizga, mashaqqat chekishingizga to'g'ri kelganini ham men yaxshi anglayman va yaxshi bilaman. Bu hayotda ko'p narsani hal qiladigan omil bu yuksak iroda va matonatdir. Lekin odamning qalbiga mana shunday iroda va matonatni sindirish, uni tarbiyalab kamolga yetkazish bu albatta oson ish emas. Shuning uchun butun yoshlarimizga murojaat qilmoqchiman. Meni bugungi qahramon o'g'il qizlarimdan namuna olsalaring hech qachon kam bo'lmaysizlar. Amalga oshirilayotgan ishlarning natijasi sifatida O'zbekiston paralimpiya sportchilari xalqaro maydonda yuksak natijalarga erishmoqda. Paralimpiya o'yinlari va jahon chempionatlarida qo'lga kiritilayotgan medallar mamlakatimiz nufuzini oshirib, yosh avlod uchun ibrat maktabiga aylandi. Ha, bu gal ham shunday bo'ldi.
Murosasiz bahslar, ochkolar jamg'armasi, sportchilarimizning harakatlari va matonati har bir bahsda aks etdi. Yutuqlarimizning amaldagi namunasi Dubay mezbonligidagi 5-yoshlar Paraosiyo o'yinlaridagi natijalarimiz davlatimiz rahbarining sohaga yo'naltirayotgan investitsiyasi samarasi albatta. Ana shunday salmoqli medallar jamg'armasi bilan ona yurtimizga qaytgan tom ma'noda zamonamiz qahramonlari poytaxt aeroportida tantanali kutib olindi. Qahramonlarimizni kutib olamiz. Poytaxtimizda bunyod etilgan muhtasham majmua Olimpiya shaharchasida 5-Paraosiyo o'yinlari g'olib va sovrindorlarni taqdirlashga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Tantanali tadbir avvalida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Dubay shahrida bo'lib o'tgan 5-Paraosiyo o'yinlarida ishtirok etgan O'zbekiston sport delegatsiyasi a'zolariga yo'llagan tabrigi o'qib eshittirildi. Paralimpiya harakati O'zbekistonda boshlagandan beri eng buyuk, eng yuqori natija shu bo'ldi, chunki har bitta sport turimiz, delegatsiyamizdan tashqari sport turlarimizning o'zi ham alohida hammasi umumjamoa hisobida birinchi o'rinda oldik. Ya'ni para taekvondo ham, para yengil atletika ham, para suzish va para powerlifting. O'sha 4 ta sport turini to'plagan barcha medallari bugungi kunda o'sha Osiyoda tengsiz deb O'zbekiston delegatsiyasini tan olindi. Albatta bu natijalarimiz zamirida hurmatli yurtboshimizni berayotgan e'tiborlari, yaratilayotgan sharoitlar barchasi o'z so'zini aytdi. Chunki biz bu musobaqaga so'nggi 2 yilda uzluksiz o'quv yig'im mashg'ulotlarida bo'ldik. Sportchilarimiz barchasi qo'limizga 13-14 yoshda kelishgan bo'lsa, mana hozir 16 yoshida 2 yil davomida terma jamoada mashg'ulotlar o'tashdi. Sportchi va murabbiylarga eng asosiy narsa bu sharoit. Ya'ni sharoit deganda bu o'sha o'quv yig'im mashg'ulotlari, yeb ichish, vitaminizatsiya, farmakologiya, ularni xalqaro musobaqalarda o'zining tajribasini toblab borish, umuman barchasi uchun paralimpiya sportiga shaxsan yurtdoshimizning alohida e'tiborlari tufayli bizning sportchilarimiz bugungi kunda hozir Osiyoda umuman katta farq bilan o'zingizlar mana ko'rib turibsizlar. O'tgan Paraosiyo o'yinlarida Bahraynda O'zbekiston delegatsiyasi 10 taligida ham bo'lmagan adashmasam, ana o'zimni sportimni olib qaraymiz, yengil atletikada bor yo'q bitta oltin medal qo'lga kiritganmiz 8 ta sportchi bilan. Hozir 47 nafar sportchi bor. Endi o'ylang 47 nafar sportchini ajratib olish uchun 500 nafar sportchini ichidan ajratildi. Bu hammasi katta bu sharoit, ya'ni uzluksiz o'quv yig'im mashg'ulotlarida 500 nafar sportchini 2 yil davomida saralab oxiri 47 ta eng kuchlisi mana bugungi kunda 79 ta oltin medal qo'lga kiritib turibdi atletlarning o'zi. Bular aynan Los-Anjelesda bo'lib o'tadigan 2 yildan keyingi o'sha Paralimpiya o'yinlarining asosiy tarkibi ham bu yerdan olinadi. Osiyo Paralimpiya qo'mitasi shtab-kvartirasi deymiz, bosh ofisi ham Dubayda joylashgan-ku, o'sha aynan musobaqa bo'lgan joyda. Osiyo Paralimpiya qo'mitasining raisi bor, Majid Rashid. Sizlar musobaqani baribir mezbon bo'lib o'tkazdinglar. Dubayni arendaga olib turibsizlar xolos, chunki har bitta turda o'zingizlarni uyinglarda qatnashdinglar. Biz medallarni hisoblab ulgurmayapmiz dedi. Bu haqiqat, negaki mana hozir ayni vaqtda biz Toshkentga yetib kelib yurtga qo'ngan bo'lsak ham, lekin hali ham medallarni hisoblab turish. Shunaqangi darajada har soniyada, daqiqasiga ham emas. Masalan, soniya deganda yengil atletgan o'yinchisiz stadionning 10 ta nuqtasida bir ketma-ket musobaqalar davom etadi va har bitta musobaqa soniyalar 10 sekund, 20 sekund orasida tugaveradi va har bir sektordan oltin medallardan chiqqan sportchilarimiz bu hozirdagi sizlarning qo'linglardagi ma'lumot bu yakuniy emas. Yoshlar Paraosiyo o'yinlarida barcha sportchilarimiz ham zo'r natijani ko'rsatib qaytdilar. Ko'p umumjamoa hisobida birinchi o'rinni egallab qaytdik. Ushbu natijaga erishishimizda bizga juda ham katta yordam berishgan muhtaram prezidentimiz, Milliy Paralimpiya qo'mitasi, barcha rahbariyat a'zolariga kattakon rahmat aytaman. Ular juda ham bizga katta yordamlar qildilar. Hissiyotlar zo'r, avvalambor prezidentimizga rahmat. Shunday sharoitlarda yaratib bergan. Shuning orqasidan mana shunday rezultatlarga erishyapmiz. Qanaqa bo'ldi musobaqalar? Musobaqalar juda shiddatli bo'ldi. Jahon chempionatidan ham shiddatliroq bo'ldi. Maqsadlar Paralimpiyadan yutish. Bunga barcha sharoitlar yaratilgan. 2028 Paraosiyo o'yinlarida harakat qilamiz oltin medalga. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qaroriga muvofiq oltin medal olgan sportchilarga 2000 AQSh dollari, kumush medal olgan sportchilarimizga 1000 AQSh dollari,
Bronza medali olgan sportchilar 500 AQSh dollari miqdorida pul mukofotlari bilan taqdirlanadi. Shuningdek, sportchilarimizning trenerlariga oltin medal uchun 1,5 ming AQSh dollari, kumush medal uchun 750 AQSh dollari, bronza medal uchun 375 AQSh dollari miqdorida pul mukofotlar topshiriladi. Paralimpiya sportining rivoji jamiyatda ijtimoiy tenglik va bag'rikenglikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Sport nogironligi bo'lgan shaxslar uchun o'z imkoniyatlarini namoyon etish, o'ziga bo'lgan ishonchini kuchaytirish va jamiyat hayotida faol ishtirok etish vositasiga aylandi. Buni har bir sportchi alohida e'tirof etdi. Davlatning mehri va sportchilarimizning qat'iyati birlashib ulkan natija qayd etildi. Bir o'ylab ko'ring, bunday yutuqlarni qo'lga kiritishimiz faqat va faqat orzuyimiz edi, deydi Para-Osiyo o'yinlari g'oliblari biz bilan suhbatda. Bu sa'y-harakatlar sog'lom jamiyat barpo etish, inson qadrini ulug'lash va hech kim e'tibordan chetda qolmaydi degan ezgu tamoyilni amalda ro'yobga chiqarishga xizmat qilmoqda. Aytib o'tganimizdek, kelgusi haftada Tokioda Markaziy Osiyo Yaponiya sammiti o'tkazilishi rejalashtirilgan. Biroq bu hammasi emas, bilasiz, kunchiqar mamlakatni dunyoning eng ilg'or, eng iqtisodiy baquvvat davlatlaridan biri hisoblanadi. Shunday kuchli mamlakat bilan o'rnatilayotgan mustahkam aloqalar barcha tomonlar uchun manfaatli bo'lishi shubhasiz. Demak, kelgusi haftada ana shu katta sammit va uning ahamiyatli jihatlari tahlili bilan uchrashamiz. Siz tahlilnoma dasturini tomosha qildingiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.